sherigim. Birga bozor ko'rgani, tovar ko'rgani chiqqanmiz bozorga. Uzun marketda sport buyumlarini ham sotsangiz bo'ladi bemalol. Mana bunaqa to'plarni sotsangiz bo'ladi, sport oyoq kiyimlarini sotsangiz bo'ladi yoki futbolkalar sotsangiz bo'ladi bemalol. Uzun marketda biz endi tovar sotishdan tashqari Instagramda ham savdo yo'liga qo'ymoqchimiz. O'shaning uchun do'konlarga kirib, optimistlarda mana bunaqa vizitkalarni oldik. Eng qizig'i bular ishlab chiqaruvchi ekan. Vizitkalarni olib, Zaraga kirdik. Paypoqlar narxini ko'rishga. Bitta paypoq narxi atiga 199 ming so'm ekan. Hozir ikkinchi yashil paypog'i ham narxini ko'rsataman hozir. Sizlarga e'tibor berib tursangiz, ikkinchi paypog'imiz narxi atiga 179 ming so'm. Eng qiziq tarafi hozir sizga oddiy detskiy kiyimlarning narxini ko'rsataman. Narxi atiga 349.900 so'm. Bemalol buni uzun marketda sotsangiz bo'ladimi desa, bo'ladi bemalol.